Senin ağzınlardaki sarangı bulduk, yıkılıp tıkılıp her nima gapni ko'tarib, hozir qadar keptimiz. To'g'ri. Yaxshi do'stlar, mo'nglarning mushat xayrli bo'lsin. Biz hozir cho'ng qadamlarimizni ab Oqsuv keldik. Oqsuv avvatga keldik. To'g'ri, endi bizmi bu shu do'yin ta'siga kirgili 3 yildan o'tibdi. Sizlarning og'zinglardagi sarang'i bo'ldik, yiqilib tiqilib har nima gapni ko'tarib, hozir qadar keptimiz. To'g'ri. Yurtlarimiz uchun e'lon tashviqotlarni hammasi normal holatda ishlab kelgan. Endi bu qitim shu Oqsuvga kelishimizdagi birdan-bir maqsadimiz jiboda qilish. Bu ishni bir yaxshi bir shirkat bilan hamkorlashib, ondan shu mashin sovg'a qilish ish yomon avjiga ketdi. Endi sizlarning mashinani tutqizib bermaymiz. Shu jibojanimizga kirib, bizning jiboyimizni, ko'ngilli jibolarimizni ko'rsanglar, sizlarga mashin, motor, oltin uzuk, kiralg'u, shu narsalarni hammasini sovg'a qilib bermoqchi. Bunu bizning hamda tunji qitim qilib qishimiz. Bundan bu qo'llashinglarga muhtoj biz şu an. To'g'ri. Endi bundan burunmi nurg'un qo'llab hozirgi kunga akaldinglar. Sizlar bo'lmasanglar bizning hozir bugunimiz yo'q. Endi bizning shu tunji olgan jibo qadamimizni shunchalik yaxshi qo'llab turishinglarni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Endi buning qolgan tafsilotini atam shu jibo qilgan maydon kutay qoldi. Atlik kutgan vaqtda sizlar qanday mashin beramiz, qanday beramiz hammasini tafsiliy ahvolini sizlarga uqtirmiz. Allah yüzünden battaldan yüreğini biz koyup. To'g'ri, mashbini cho'qim bir qo'llab, yuraklaringlarni biz qo'shinglarni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Chunki bu qadamni biz yomon mana hayotda bilan mushkul oldik. To'g'rimi? To'g'ri. Ana bo'lsa, atlikka yana bir filmimizga diqqat qilishinglarni umid qilamiz. Xo'sh. Sizlarning og'zinglardagi sarang'i bo'ldik, yiqilib tiqilib har nima gapni ko'tarib, hozir qadar keptimiz. To'g'ri. Yaxshi do'stlar, mo'nglarning mushat xayrli bo'lsin. Biz hozir cho'ng qadamlarimizni ab Oqsuvga keldik. Oqsuv avvatga keldik. To'g'ri, endi bizmi bu shu do'yin ta'siga kirgili 3 yildan o'tibdi. Sizlarning og'zinglardagi sarang'i bo'ldik, yiqilib tiqilib har nima gapni ko'tarib, hozir qadar keptimiz. To'g'ri. Yurtlarimiz uchun e'lon tashviqotlarni hammasi normal holatda ishlab kelgan. Endi bu qitim shu Oqsuvga kelishimizdagi birdan-bir maqsadimiz jiboda qilish. Bu ishni bir yaxshi bir shirkat bilan hamkorlashib, ondan shu mashin sovg'a qilish ish yomon avjiga ketdi. Endi sizlarning mashinani tutqizib bermaymiz. Shu jibojanimizga kirib, bizning jiboyimizni, ko'ngilli jibolarimizni ko'rsanglar, sizlarga mashin, motor, oltin uzuk, kiralg'u, shu narsalarni hammasini sovg'a qilib bermoqchi. Bunu bizning hamda tunji qitim qilib qishimiz. Bundan bu qo'llashinglarga muhtoj biz şu an. To'g'ri. Endi bundan burunmi nurg'un qo'llab hozirgi kunga akaldinglar. Sizlar bo'lmasanglar bizning hozir bugunimiz yo'q. Endi bizning shu tunji olgan jibo qadamimizni shunchalik yaxshi qo'llab turishinglarni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Endi buning qolgan tafsilotini atam shu jibo qilgan maydon kutay qoldi. Atlik kutgan vaqtda sizlar qanday mashin beramiz, qanday beramiz hammasini tafsiliy ahvolini sizlarga uqtiramiz. Allah yüzünden battaldan yüreğini biz koyup. To'g'ri, mashbini cho'qim bir qo'llab, yuraklaringlarni biz qo'shinglarni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Chunki bu qadamni biz yomon mana hayotda bilan mushkul oldik. To'g'rimi? To'g'ri. Ana bo'lsa, atlikka yana bir filmimizga diqqat qilishinglarni umid qilamiz. Xo'sh. Sizlarning og'zinglardagi sarang'i bo'ldik, yiqilib tiqilib har nima gapni ko'tarib, hozir qadar keptimiz. To'g'ri. Yaxshi do'stlar, mo'nglarning mushat xayrli bo'lsin. Biz hozir cho'ng qadamlarimizni ab Oqsuvga keldik. Oqsuv avvatga keldik. To'g'ri, endi bizmi bu shu do'yin ta'siga kirgili 3 yildan o'tibdi. Sizlarning og'zinglardagi sarang'i bo'ldik, yiqilib tiqilib har nima gapni ko'tarib, hozir qadar keptimiz. To'g'ri. Yurtlarimiz uchun e'lon tashviqotlarni hammasi normal holatda ishlab kelgan. Endi bu qitim shu Oqsuvga kelishimizdagi birdan-bir maqsadimiz jiboda qilish. Bu ishni bir yaxshi bir shirkat bilan hamkorlashib, ondan shu mashin sovg'a qilish ish yomon avjiga ketdi. Endi sizlarning mashinani tutqizib bermaymiz. Shu jibojanimizga kirib, bizning jiboyimizni, ko'ngilli jibolarimizni ko'rsanglar, sizlarga mashin, motor, oltin uzuk, kiralg'u, shu narsalarni hammasini sovg'a qilib bermoqchi. Bunu bizning hamda tunji qitim qilib qishimiz. Bundan bu qo'llashinglarga muhtoj biz şu an. To'g'ri. Endi bundan burunmi nurg'un qo'llab hozirgi kunga akaldinglar. Sizlar bo'lmasanglar bizning hozir bugunimiz yo'q. Endi bizning shu tunji olgan jibo qadamimizni shunchalik yaxshi qo'llab turishinglarni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Endi buning qolgan tafsilotini atam shu jibo qilgan maydon kutay qoldi. Atlik kutgan vaqtda sizlar qanday mashin beramiz, qanday beramiz hammasini tafsiliy ahvolini sizlarga uqtiramiz. Allah yüzünden battaldan yüreğini biz koyup. To'g'ri, mashbini cho'qim bir qo'llab, yuraklaringlarni biz qo'shinglarni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Chunki bu qadamni biz yomon mana hayotda bilan mushkul oldik. To'g'rimi? To'g'ri. Ana bo'lsa,
Atlikka yana bir filmimizga diqqat qilishinglarni umid qilamiz. Xo'sh. Xo'sh. Sizlarning og'zinglardagi sarangmi bo'ldik, yiqilib tiqilib, har nima gapni ko'tarib, hozir qadar kelibdimiz. To'g'ri. Yaxshi do'stlar, mo'nglarning mushat xayrli bo'lsin. Biz Ha. hozir cho'ng qadamlarimizni olib Oqsuga keldik. Oqsu ovatga keldik. To'g'ri, endi bizmi bu shu do'yin ta'siga kirgili 3 yildan o'tibdi. Sizlarning og'zinglardagi sarangmi bo'ldik, yiqilib tiqilib, har nima gapni ko'tarib, hozir qadar kelibdimiz. To'g'ri. Yurtlarimiz uchun e'lon tashviqotlarni hammasi normal holatda ishlab kelgan. Endi bu qitim shu Oqsuga kelishimizdagi birdan-bir maqsadimiz jiboday qilish. Bu ishni bir yaxshi bir shirkat bilan hamkorlashib, To'g'ri, ondan to'g'ri. shu mashin sovg'a qilish ish yomon avjiga chiqdi. Endi sizlarning mashinani tutqizib bermaymiz. Shu jibojanimizga kirib, bizning jiboyimizni, ko'ngilli jibolarimizni ko'rsanglar, sizlarga mashin, motor, oltin uzuk, kiralg'u shu narsalarni hammasini sovg'a qilib bermoqchi. Buni bizning hamda tunji qitim qilib chiqishimiz. Bundan bu Qo'llashinglarga muhtoj biz şu an. to'g'ri. Endi bundan burunmi nurg'un qo'llab hozirgi kunga akeldinglar. Sizlar bo'lmasanglar bizning hozir bugunimiz yo'q. To'g'ri. Endi bizning shu tunji olgan jibo qadamimizni shunchalik yaxshi qo'llab turishinglarni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Endi buning qolgan tafsilotini atam shu jibo qildigan maydon tutay qoldi. Atlik kutgan vaqtda sizlar qanday mashin beramiz, qanday beramiz, hammasini tafsiliy ahvolini sizlarga uqtiramiz. Allah To'g'rimi? yüzüden battaldan yüreğini biz koyup. To'g'ri, mashqni cho'qim bir qo'llab, yuraklaringlarni biz qo'shinglar chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Chunki bu qadamni biz yomon mana hayotda bilan mushkul oldik. To'g'rimi? To'g'ri. Ana olsa atlikka yana bir filmimizga diqqat qilishinglarni umid qilamiz. Xo'sh. Xo'sh.